Şu görüp turgan toyxonamiz 1 yildan neçəsini daromad qiladi. Yılına kamida 400 milyon daromad qiladi. Şu görüp turgan toyxonamiz satıladi. 300 adamlıq mistası var. Şu toyxonamizda satıladi. Arzularini qilib chiqamiz hozir. İçki ko'rinishini xudo xolasa. Şu görüp turgan bu yer dükan, Eddinli dükan bo'ladi. Şu yerimiz Eddinli dükan. Toyxona oxirgi eshik bo'ladi. Yer maydoni pasti 250 kvadrat, tepesi 300 kvadrat ekan. 300 adama mo'ljallangan to'yxona. Şu tarafta qozonxonasi bor. Tepeye chiqib, tepadan hozir remontlar ham ajoyib. İşi görüp durgan toyxonamiz satıladi. Bu toyxonada 1 yılda 6 ay to'xtovsiz to'y bo'ladi. 6 ay. 1 yıllık daromadi kamida 400 milyon so'm. Agar sotib olsa klubingiz bo'lmasa, boshida arenda olib turib ishlatib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Ishlatib, foydasini ko'rib, foydasini ko'rganingizdan keyin xohlagan shaklda to'lovlarni qilib sotib olsangiz bo'ladi. Toyxonamiz manzilini aytib o'taman sizlarga. Toyxonamiz manzili Yangiariq tumani Ostona mahallasida. To'liq ma'lumotlarni egasini o'zini telefon qilib, egadan olishingiz mumkin. Opisanada yoki bo'lmasa pastdagi kommentariyada qoldiraman. Ayni qozonxonasini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda solnish panellar ham qo'yilgan, hamma narsasi bor. Yerimiz qozonxona. Bunda nonxonasi, tandıra var. Birden xalasazlar arenda berib, xalasazlar nonxona etib, xalasazlar şöyle eldini marojixona etib, şöyle marojixona etib, bir narsa şu görüp turgan yeringizni xalasazlar oziq-ovqat do'kon, xohlasangizlar shu hozirgi deyin kafemi, yoki o'xshash bir narsa qilsangizlar bo'ladi. Bu tarafında dam olish xonasi bor. Yani görüp turganimiz bir kuxni, bir de sanuzeli var ekan, bir de spalni dam olish xonasi etib qoldirilgan. Görüp turganlaringizdek katta yeri. Birini oziq-ovqat istayingizlar ham zo'r. Bir de şu taraflarda maktab bor, bog'chalar bor. Ajoyib savdo bo'ladi. Barchangizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.